Rossiya butun Ukraina bo'ylab keng ko'lamli kombinatsiyalangan zarbalar berdi. Ommaviy axborot vositalari. Afg'onistondagi jangarilar qo'shni davlatlarga kirishi mumkin. Belousov. Rossiya tashqi ishlar vaziri Germaniyani ogohlantirdi. NATO Rossiya urushi bashorat qilindi. Shimoliy Koreya Rossiyani qurol-yarog' bilan to'ldirmoqda. AQSh Rossiyaga yangi sovg'a tayyorladi. Putinning Ukraina urushini to'xtatish uchun qo'ygan qat'iy talablari oshkor bo'ldi. Понял? Я вернулся, понял, мне этот тротуар, мне похуй, я по дороге хожу. Стоять, нахуй, это Virginia здесь не канает, блядь. Afg'onistondagi jangarilar qo'shni davlatga kirishi mumkin. Belousov. Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousovning ta'kidlashicha, Markaziy Osiyodagi asosiy xavf Afg'oniston hududida faoliyat ko'rsatayotgan radikal qurollangan guruhlarning qo'shni davlatlar hududiga kirib borishi sanaladi. Bu haqda mudofaa vaziri 28-may kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining yig'ilishida so'z ochdi. Belousovning so'zlariga ko'ra, Afg'onistonda 20 dan ortiq bunday guruhlar mavjud bo'lib, ulardagi jangarilarning umumiy soni 15 mingdan ziyod kishini tashkil etadi. Radikal guruhlar qo'shni davlatlarga kirib borishi va keyinchalik infiltratsiya xavfi ortishi mumkin. Yaqin Sharqdagi beqarorlik mintaqaga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda va bu mintaqada qurolli to'qnashuvlarda qatnashayotgan xorijiy jangarilar nafaqat Afg'onistonga, balki Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlarga ham tarqalmoqda. NATO Rossiya urushi bashorat qilindi. AQSh harbiy havo kuchlari buyurtmasiga ko'ra tayyorlangan RAND korporatsiyasining yangi tahliliy hisobotida NATO va Rossiya o'rtasidagi ehtimoliy harbiy to'qnashuvning borishi bashorat qilingan. Tahlilchilarning xulosalariga binoan Shimoliy Atlantika ittifoqi havoda hal qiluvchi ustunlikka ega bo'ladi. Bu esa fazaviy qarshilik natijasida muhim rol o'ynashi mumkin. Tadqiqot mualliflari ta'kidlashicha, NATO va Rossiya o'rtasidagi ehtimoliy to'qnashuv Ukrainadagi urushdan sezilarli darajada farq qiladi. Birinchidan va ehtimol eng muhimi, NATOning havodagi ustunligi Rossiya Ukraina urushidagi hozirgi quruqlik operatsiyalariga xos bo'lgan pozitsion turg'unlikni buzishi mumkin, deya hisobotda qayd etilgan. Hujjatda AQSh va uning ittifoqchilari so'nggi 3 yil mobaynida Ukraina mojarosidan olgan saboqlarga alohida e'tibor qaratilgan. Ular orasida NATO mamlakatlarining Rossiya va Ukraina o'rtasidagi jangovar harakatlarda hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan kichik uchuvchisiz uchish apparatlari va radioelektron kurash texnologiyalarini qo'llashda orqada qolgani ham bor. Rossiya butun Ukraina bo'ylab keng ko'lamli kombinatsiyalangan zarbalar berdi. Ommaviy axborot vositalari. Kiyev viloyatida rossiyaliklar tomonidan uyushtirilgan hujumlar oqibatida 3 kishi halok bo'ldi, yana 10 kishi jarohat oldi, deya xabar bermoqda Kiyev viloyati harbiy ma'muriyati. Ukraina favqulodda holatlar davlat xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Xmelnitskiy viloyatida 4 kishi halok bo'lgani va 5 kishi yaralangani haqida xabar berilgan. Nikolayev viloyatida zarbalar vaqtida 1 kishi halok bo'lgan, 5 kishi jarohat olgan. Bundan tashqari